Farzandingiz birdan indamay qoldimi? Balki yolg'izlikni xush ko'rayotgandir, balki o'zini yomon his qilayotgandir. Bugun farzandlarimizning tushkunlikka tushish sabablari haqida gaplashamiz. Farzandingizni diqqat bilan tinglang. U nima haqida o'ylayotganini bilishga harakat qiling. Uni baholamasdan va qoralamasdan doimo yonida bo'ling. Farzandingizning his-tuyg'ularini ifodalashga imkon bering. Rasm chizish, o'yinlar o'ynash bolaning ichki dunyosini o'rganish osonroq bo'ladi. Faollik stressni kamaytiradi. Bolangizni sportga yoki ochiq havoda o'ynashga undang. Bu bolaning kayfiyatini ko'taradi. Barqaror kun tartibi bolaning xavfsizlik hissini oshiradi. Ovqatlanish va uxlashga e'tibor bering. Yaxshi do'stlar, bolangizning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi va uni baxtli qiladi. Bolangizni guruhli o'yinlarga jalb qiling. Ijodiy faoliyat bolaning o'zini erkin his qilishiga yordam beradi. Uning qiziqishlarini rag'batlantiring. Agar farzandingizning holati uzoq davom etsa, mutaxassis bilan maslahatlashishdan tortinmang. Bu uning ruhiy holati uchun muhimdir. Tushkunlik vaqtinchalik bo'lishi mumkin, ammo farzandingizga vaqtida yordam berish uning kelajagini porloq qiladi. Shunday ekan, doimo yonida bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.